ketyapman. Va o'zimga yangisini olaman. Hayda do'konga. Shartmasa xo'jayinga bora qolaylik. Yetgan nima qil bo'ldi? Voy. Erimi mashinasimi? Qiz bola bor mashinada. Hamma ras. Kim meni kayfimni buzotdi? To'xtat. Yo'q o'raman. Kelayim. O'zing kelayimmi? Xotiningiz. Xotinim? Voy, siz hali uylanganmisiz? Yop oynani. Tez hayda uloq iltimos tez. To'xtat mashinani, siqit. Qolmayaptilar orqamizdan xo'jayin. Qochsak hozir podozreniya kuchayadi. Boshqa yo'lni o'ylay qolaylik. Sal nariroq to'xta. Qo'ynim sezib turuvdi. Shu mashinada. Qana bu qiz? Ulug'bek? To'miya xotin, hammasini dabdala qilding. Gapiring. Necha yillik sho'pirim, to'g'rimi? To'g'ri. Jonim, nima bo'lyapti? Hech narsa bo'lmayapti, mashinada o'tiribdir. Siz javob qaytarvos. Men bu so'tga gapirmagandan keyin men gapiraman de. Davom eting. Bir marta iltimos qiluvdi. Yaxshi ko'rgan qiz ekan. Maqtanib qo'ygan ekan, zavodlarim, mashinam, sho'pirim bor deb qo'ygan ekan. Men yordam bermasam, kim yordam beradi? Jigarga, a? Ichib olganmisiz? 6 oy oldin uylangan Ulug'bek. Yetmovmiding kenayingga? Nimani aytish kerak menga? Ajrashdi-yu yaqinda. Hayotim o'xshamadi ekan. Guldek xotiningiz bor edi-ku. Xuddi shunaqa guldek xotini bor edi. Zalatda zo'r xotini bor edi. Ajrashib ketdi. Ana uni turishini qarang. Turishini qarab, ko'zing qanaqasan? Uydilaring oldiga borib, "Adda oyim tanishili yaxshi ko'rgan qizim uylanaman shunga" deysanmi? To'g'rimi? Jonim, Humoyun kim telefon qilyapti? Qo'lida siz telefoningizmi? Sen odam emas ekansan. Qiz aytibdi, menda 15, даже shu prizda ham 17 ekan dedi. Shit olib beryordi. Menga qara, nima qilib bo'lsa ham qaytarib berasan telefonimni. Xafa bo'lmang, yomon betayin bola ekansiz lekin. Undan ham battar. Menga qara, bor taksiga o'tkazib yuborgin-da, o'zing kenayning mashinasini haydab ket. Bor, biz o'zimiz meni mashinamga ketamiz, xo'p? Xo'p, sen Bo'lmagan bo'ling. Mapshi bo'lma, bo'shatib yuboring. Jonasi. Ha, uyatsiz. Gulamon beribdi. Mana nima? Sanjardan Madinaga. Voy hayvon. Nomim ham o'g'irlabdi-ya. Endi yemadi. Xotin bor.